Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bilaman YouTube kanalidan beri video qo'ymaymiz. Xudo xohlasa bu narsani to'g'rilashga harakat qilamiz. Hozir vaqt yo'q, video qo'ygani boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Xo'p, demak, meni YouTube kanalim bilsanglar, turfa xil mavzularga tegishli. Odatda savollardan kelib chiqib yoki men uchun qanaqadir aktual mavzu tug'ilganda shu mavzuni yechimini topish jarayonida turli xil xayollar kelib qoladi, YouTube'ga birorta video olishni boshlaymiz. Bugun intizom haqida gaplashamiz. O'zi ko'p gaplashganmiz intizom haqida. Men sizlarga bitta mindset bermoqchiman. Nima degani bu? Mindset degani bu hayoliy ustanovka degani. Ya'ni siz hayolingizni nimagadir yo'naltirib tayyorlash jarayoningiz mindset deyiladi. Xo'p, endi bu intizom jarayonida, iroda jarayonida sizga qanaqa yordam berishi mumkin? To'g'ridan-to'g'ri yordam beradi. Xabaringlar bo'lsa, o'tgan safar video yuklaganimizda Zamyatkin usuli haqida gaplashgan edik. Ingliz tili bilan shug'ullanish shunaqa usuli bor. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu qayerdadir nimadir chiqish kerak, chiqarsa bo'ladimi masalan? Mana shu qayerda chiqadi, xullas kalom, kirasizlar, ko'rasizlar. U usul bo'yicha bir kunda kamida 3 soatdan shug'ullanish kerak. To есть 3 soatdan kam shug'ullana olmaysiz. 3 soatdan ko'p bo'lsa yaxshi, lekin eng minimumi 3 soat. Bugun 28-kun, 28-fevral, 1-fevraldan boshlaganman. 28 kundan beri har kuni shug'ullanaman. Faqatgina bir kunni 3 soat emas, 2 soat shug'ullandim. Ya'ni 1 soat qoldirdim xolos. Ayrim sabablarga ko'ra, lekin qolgan har kuni ishim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hatto og'aynilarim bilan dachaga chiqqan kunim ham mashinamda o'sha usul bilan shug'ullandim. Umuman qoldirganim yo'q. Shogirdlarim ko'p so'raydi, Davron aka, bunaqa intizom qatdan? Aynan mindsetdan deb o'ylayman, ya'ni ustanovkalardan deb o'ylayman. Bitta ustanovkani men sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Ya'ni o'zingizlar nastroyka qilib olasizlar. Qo'lingizdan kelsa avvalambor, может быть, bu ustanovka sizga to'g'ri kelar. Men bu ustanovkani tuflidagi tosh deyman. Ya'ni tuflidagi tosh deyman. Nimaga unaqa deyman? Nima uchun bunaqa nom tanlaganman, sizlarga tushuntirib beraman. Hozir birinchi o'rinda taymerimni olib oling. Xo'p. Demak, bilasizlar, men taymer bilan ishlayman doim. Imkon qadar mana bunaqa taymerim bor. Taymer bo'lishi shart emas o'z aslini olganda. Telefondagi taymer ishlatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni men misol uchun nimadir ish qilishimdan qat'iy nazar, men taymer nastroyka qilib olamanda, bosaman, ishlashni boshlaydi. Odatda 25 daqiqada ishlanadi. Pomidor usuli deyiladi. Bu haqida ham video bor. Bu ham chiqadi. Chiqmasa shu kanalimdan topib olishingiz mumkin, xolos. Nima uchun taymer? Taymer bilan ishlashni qulayli tomonlari bor. Taymer vaqtni chegaralab beradi. Tasavvur qiling, siz 10 kilometrlik joyga borishingiz kerak. Misol uchun mashinangiz yo'q, chiqib ketyapsiz-da, oyog'ingizga poyabzalingizni kiydingizda, ketyapsiz. 10 kilometrdan keyin o'sha bormoqchi bo'lgan joyingiz keladi. U joydan erta kelmaydi. To есть o'sha joygacha borishingiz kerak, o'sha joyda to'xtaydi ish. Bu yerda ham taymer xuddi shunaqa masofani belgilab beruvchi narsa bo'ladi. Ishingizning masofasini, faqat vaqt ko'rinishida. Misol uchun men 90 daqiqa shug'ullanaman. Mana Zamyatkin usuli bo'yicha bir kunda 3 soat deyiladi. Men 90 daqiqa shug'ullanamanda, 90 daqiqa tugagandan keyin dam olib, yana 90 daqiqa shug'ullanaman ozgandan keyin. To есть 90-92 marta. Men o'zim uchun masofa o'lchab olaman. Siz ham shuni qilsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, shu masofada ketyapsiz-da, borishingiz kerak oxirigacha, tuflingiz ichiga kichkina tosh kirib qoldi. Ozgina og'riyapti, noqulay. Tuflini yechkisi kelyapti, lekin yechishga imkon yo'q. Shunaqa bir hayoliy holat bu, real hayotda bo'lmaydi, odatda yechib turib chiqarib olasiz, lekin tasavvur qiling, yechishga imkoningiz yo'qda, faqatgina oxirgi joyingizga borganingizdan keyingina yecha olasiz. Siz nima qilasiz? Siz to'xtamaysiz, siz orqaga ketib qolmaysiz, bilasizki oxiriga borsangiz yechasiz shu tuflini, hali tosh chiqib ketadi. Haligi неприятный sizga xalaqit berib turgan narsani qo'yib yuborasiz. Shuning uchun iloji yo'q, haligi og'riqqa ahamiyat bermasdan yoki prosta chidab oxirigacha borasiz, yetib borasiz. Xuddi shunaqa men o'zim uchun mindset qilib olganman. Ingliz tili bilan shug'ullanganimda mana 90 daqiqa bo'lsa, ishonavering, birinchi 5 daqiqada o'sha men jonimga tegishni boshlaydi. O'sha 5 daqiqadan keyin, to есть men 90 minut, 85 bo'lganda voydod deyman, yana 85 minut bor, yana shuncha shug'ullanishim kerak degan xayol meni qo'rqitishni boshlaydi. Lekin men u narsaga qanaqa qarashni o'rganganman? Prosta tuflining ichiga kirib qo'ygan toshtakka. Masofani oxirigacha borgandan keyin yo'qolib qoladi o'zi deb o'ylaymanda. O'sha menga ingliz tili bilan shug'ullanish yoqmasa ham yoki boshqa biror ish bilan shug'ullanish yoqmasa ham, taymer tugamaguncha
O'sha yoqish yoqmaslikka, boshqa narsaga ahamiyat bermayman-da, demokratiyani polностью olib tashlayman boshimdan. O'zimni majburlab dальше davom etaveraman. Dальше davom etaveraman. Bu narsani oxiriga tushuntirish qiyin o'z aslini olganda, menimcha bu sportdan kelgan qoldiqlar, mana boshim ichidagi intizomiy qoldiqlar. Men sport fanati bo'lganman ilgari. Haqiqatan ham o'ta fanatichna darajadagi bo'lganman. Shu darajada fanat bo'lganmanki, inson anatomiyasini o'rganardim. Insonni tezroq ishdan chiqarish yo'llarini topish uchun. Bizda shunaqa bo'lardik, kurashga chiqqanimda, o'sha yerda bir 7-mi 6-chi sinflarda kurash bilan parallel shug'ullanganman. Qirga yugurar edik. Toqqa yugurtirishardi, o'sha Chortoq tomonga yugurardik-da, qirga chiqib shug'ullanardik. Shunaqaki masofani, misol uchun aytaylik, 10 kilometr, 15 kilometr joy deb olsak, 10 kilometrni o'sha 15 kilometr yarmida o'zi charchaysiz. Любой odam charchaydi. Professional sportsmen ham o'sha charchab bo'lgan bo'ladi aslini olganda. Prosta o'sha charchog'ingiz bor, lekin yana 7 kilometr yugurishingiz kerak. Agar charchoqqa ahamiyat bersangiz, to'xtasangiz yugurishda, shuni sinadi organizm, dal shu yugurish kelmaydi. Agar charchoq borligini bilib turib ham, mayli hech narsa qilmay charchasam ham deb prosta harakatni davom ettiraversangiz, manzil oxirigacha odatda borasiz. Qanaqa charchoq bo'lishidan qat'iy nazar, manzil oxirigacha odatda borasiz. Agar intensiv nagruska bo'lmasa, o'sha cross bo'lsa yoki o'rtacha nagruska bo'lsa. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ishni boshlaganingizdan keyin taymer sizga o'sha masofani belgilab beradi-da. Sizga yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Taymer bosdingizmi? Taymer oxirida dam olishingizni tushungan holatda ishni davom ettirishni o'rganishingiz kerak. Bu ko'nikma borgan sari shakllanadi. Deyarli любой ishni sizga yoqish yoqmasligiga qaramasdan prosta tak bajara oladigan bo'lasiz. Odatda meni videoyim bor Instagramda bu borada. Odamlar tuyg'uni quli bo'lib qolgan, ayniqsa ish jarayonida. Tuyg'u kerak bor joylar bor. Tuyg'u umuman kerak emas joylar bor. То есть misol uchun uydagilaringiz bilan aytaylik, ota-onangiz deysiz, rafiqangiz, bolalaringiz, tam uy hayvoningizmi yoki yoqtirgan kinongizmi farqi yo'q. Umuman olganda tuyg'ular o'sha joyda zo'r narsa. То есть odam rohatlanadi, mazza qiladi, lekin ish jarayonida tuyg'u umuman kerak emas. Umuman kerak emas. Ayniqsa ko'nikma shakllantirish jarayonida bitta narsani qayta takrorlashingiz kerak bo'lsa, misol uchun ingliz tilida so'z yodlash, mnemonika bilan shug'ullanish yoki birorta yangi qanaqadir hunar o'rganish, o'sha o'rganish jarayonida bir necha soat shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, siz tuyg'ularni, ya'ni voy charchadim, yoqmayapti, hokazo tuyg'ularni prosta eshitmaslikka harakat qilishingiz kerak. Faqatgina shunda ishni davom ettira olasiz xolos. Tuyg'uni quli bo'lmasligi kerak, sal qattiqroq bo'lish kerak odam moralniy tomondan. Ya'ni irodangiz baquvvat bo'lish kerak. Insonning kuchi fiziki anaqasi bilan o'lchanmaydi, ayniqsa hozirgi zamonni oladigan bo'lsak, odamning kuchi aynan irodasiga bog'liq. To есть irodangiz qanchalik baquvvat bo'lsa, ya'ni siz shunchalik shansingiz ko'payadi muvaffaqiyatga erishishda. Ya'ni siz любой narsani o'rgana olasiz, aqlingiz yetsa bo'ldi, любой narsani o'rgana olasiz, irodangiz bo'lsa, intizomingiz bo'lsa, любой sportga borib, bo'lmaydi normalniy natija ko'rsatsangiz bo'ladi. Jahon chempioni bo'lib keta olmasangiz ham, qolganlarga qaraganda qunt bilan shug'ullansangiz, uncha odamdan ancha yuqori natija ko'rsatadi. Shuning uchun tuyg'uni eshitmaslikni o'rganingda, bu safar ish jarayonida qanaqadir qiyinchiliklar tug'ilib qolsa, demak, tuflimga tosh kirib qoldi, olib tashlashga iloji yo'q. Masofani oxirigacha yetib olganimdan keyin haligi toshni olib tashlash orqali rohatlanaman degan uстановка miyangizga qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Miyani rivojlantiring. Paka-paka.